idealniy BMW X6 qidirgan aka-ukalaringizga bu videoni tashlaveringlar, chunki bizda probegi kam, kraskalari top-toza. Bugun sotuvimizda BMW X6 просто сказочном состоянии. 2009-yil, probeg 97.000 kilometr. Dvigatelimiz esa 4 litrli twin turboli 407 ta o't kuchi, o'rtacha rasxod 18-20 litr ovoraveringlar. Lekin aytganingizdek qiladi bu avtomobil. Endi sizlar bilan bagajda va salonini polni ko'rib chiqamiz. Bagajda sostoyaniyani ko'rishingiz mumkin. Отдельно bunaqa polочkalari bor. Tagida ham joy bemalol. Yuringlar, salonini idealniligini tushuntiring. Aytgancha, mana davochiklarimiz ham mavjud. Бесключевой доступ. Endi qaranglar, просто невероятный. Qaranglar, BMW ni tushungan odam, haydagan odam hozir bu yerga kommentariy yozadi. Bu avtomobil realna urinmagan zamученный mashina emas. Tomimiz заводской, qora тканевый. Endi oldi qator, kстати, pardalari ham bor. Oldi qatoriga просто ahamiyat beringlar. Dvernoy kartalar, bu yerda mana sideniyasi hech qanaqa o'zgartirilmagan, tiktirilmagan. O'zini hammasi родной turibdi, strochkalar. Навороты просто сказка. Narxini taxmini qildinglarmi? Taxmini хотя бы. Полный full, сказка состояние, top-tozasidan 4 litrli. Bilmayman, ko'chada nech pulga ko'rdinglar va sostoяние bunaqasi bormi, yo'qmi, o'zim shug'ullanaman, juda topish qiyin bo'ladi. Men esa 18.900 ga sizlarga berib yuboraman bu avtomobil. Kelinglar, ko'ringlar, просто невероятно, ajiotaj qilinglar, like bosib va o'rtoqlaringizga jo'nating.